Assalomu alaykum barcha aziz tomoshabinlar, siz ODNF kanalidasiz. Kanalimga xush kelibsizlar deb qolamiz. Biz doim videorolik boshida va oxirida o'rtasida aytamiz. Bittadan like bosib o'ting va videoroliklarimizni ko'rib bo'lgandan so'ng bittadan kommentar bossangiz, bu bizni videoroliklarimiz tarqalishiga hamda sizlardan qaysidir ma'noda qanaqa videoroliklar yoqishini bilib olish uchun ancha yordam bo'ladi degan umidamiz. Bugungi videoroligimizga keladigan bo'lsak, aziz tomoshabinlar, bugungi videoroligimiz Abdulloh, ya'ni Valeriya Abdulloh qori taxallusi orqali tanilgan bu Valeriya Karismovlarni ko'pchiliklar bilishadi hozirgi paytda va shuningdek biz o'z kanallarimizga bu haqida videoroliklarni ko'plab joylaganmiz. Shuning uchun biz obunachilarga qiziq deb o'ylayman. Bu hozirgi paytda qayerda va nima bo'ldi, qamaldimi yo'qmi, shu haqida videorolik bo'ladi. Bo'lmasa videorolikni ijtimoiy tarmoqda xalqimizni haqorat qilganman. Men hammasini shu aktiv uchun qildim, tanilishim uchun qildim. Lekin bu narsani hammasini tushunib yetib, juda qattiq pushaymon. Sen kiyma. Ya qo'yib pichaversan. O'zi hammasi tekis bo'lgan. Ya lekin Sardor qorani olib kelsang seni kechiradi lekin. Haqiqatda. Men mana uni qidirib ketdim o'zi Dubayga deysan. Seni afv etadi, afv. Bir qoshiq qoningdan kechadi, anu kerak bo'lgan. Buni olib borib tutib beraymi? Qori o'ylayapti hozir. Bugun kechqurun sibatsa bo'lish kerak derdi. Qori yaxshi bo'ladi bu ham qilat. Ya hozir Koreyaga qaytasanmi qori yana? O'zbekistonga qaytamiz. Rostdan O'zbekistonga yaxta sen ветножительство oluvding-ki, qaytsang bo'lmaymi? Bo'ladi, nimaga bo'lmaydi? Bemalol, bemalol. Bexlaga kiyma. Yo'q, O'zbekistonga boraman deyapti. O'zbekistonga bir borib kelaylikchi, nima bo'ladi ekan qani? Hech bola bo'lmaydi. Hech nima bo'lmaydi. Hammasi vahima qilyapti, masalan, rasmlarni qo'yib, hech nima bo'lmaydi. Hech qayerda rasming yo'q. Gap sendan boshqalari ham. O'zbekistonda sen qidiruvda bo'lganingda seni o'sha ommaga axborotlarga chiqaradi, mana savdoni chiqardi-ku mana. Men qidiruvda emasman, iya. Yo'q, sen qidiruvda emassan, seni ommaga olib chiqdik-ku bular. Buni ham ommaga. Endi Azizda aytmoqchi bo'lgani, mana shu qora taxallusidagi bir bola deb ommaga chiqaraydi. Agar sen qidiruvda bo'lganda seni 1 minutda tovib kerak bo'lganingda. Salomat O'zbekistondagilarga. Aziz qarindoshlar, qora aka tanisizlar. O'zbekistonga jo'natyapman. Agar O'zbekistonga qonunning oldida o'z oyog'i bilan javob bergani o'zi ketyapti, xohishi bilan. Nimadirlar bo'lib qolib, yo'q bo'lib qolsa qo'yaman. Deydi, gaplar hepsi. Akalarim, opalarim, singillarim, Allohning uyidan mana to'g'ri O'zbekistonga ketyapman. Qilgan ishlarimdan juda qattiq pushaymonman. Borib endi qochib yurish maqsadida emas, to'g'ri o'zim oyoqlarim bilan borib qonunning yonida ham javob berishga tayyorman. Qonundan bitta narsani so'rab qolaman, yengillikni va agarda mabodo agarda yo'q bo'lib qolsam, mana shu 1-2 kunlarda ichida mana shu videoni Sardor aka qo'yadi, tarqaladi shu video. Shuning uchun o'zbek tushilyapti. Agar 2 kun muhlat O'zbekistonga e'tibor video qo'ymasang, bas video qo'yaman. Bor. Salomat, yaxshi bo'lingansan. Kamchilik ham sovg'a. TikTokka kirsangiz, Begolovga kirsangiz, hozirgi paytda pul topish uchun, 2-3 so'm uchun yoki bu tanilish uchun yechinish va boshqa narsa hech narsadan toyishmayapti. Bu esa albatta hozirgi paytda uni bosib kelayotgan yoshlarga ancha ta'sir bildiradi. Ya'ni bu tez buzilishiga, ko'zi ochilib ketyapti va hech qanaqa bir uyatli narsalar qolmayapti. Internetga kirdingiz, har qanaqa narsa chiqib keladi, har qanaqa uni udaltam qilib bo'lmaydi.
obunavit qilsangiz ham, boshqa qilsangiz ham baribir internetdagi narsa internetga chiqib kelaveradi. Shunday ekan, shunaqa insonlardan biri mana shu Abdulloh edi. 3000 ta layk yig'ilsa, o'zimni onamni o'z qo'llarim bilan o'ldiraman degan edi. Shu gaplar internet tarmog'ida juda ham tarqalib ketdi va Abdulloh taxallusi bilan tanilgan bu Valeriya Kars bola esa buni ushlashganda nega bu narsalar ayting, nega bunaqa gap ayting deganda men o'zi internetga tanilish uchun shunaqa gaplar aytdim dedi. Va hech qancha o'tmasdan Koreyada hozirgi paytda bu Koreyaga ishlagani borgan, shu yoqda turib har qanaqa gaplar aytadi. Prami efirda o'tirgan paytda prami efirdan qabul qildi va birontasi gaplashish uchun yoki birontasi bir narsa so'rash uchun shuni ko'taradigan bo'lsa, na uni onasi qoldi, na opasi, na singlisi qoldi, hech kim qolmayapti. Hammani haqoratlaydi buni. Mana endi shu TikTokda bor, Ego Life'da bor. 4 ta odam muxlis yig'dimi, yig'madimi, mana shu so'kish bir hol so'rash uchun ham kirsa birontasi bechora shu so'kish bilan shuni tushirib yuboradi, chiqarib yuboradi-da. Mana shundan bittasi mana shu Abdulloh Qori, ya'ni Valeriya Kars edi. Shuningdek, hozirgi paytda nimada edi? Koreyada edi. Koreyada turib prami efirlar qilganda prezident so'kkanini ham biladi ko'pchiliklar va bizni videoroliklarda chiqqan bu narsalar. Qidiruvga berilgan edi va shuningdek yaqinda yana ko'p narsa, har qanaqa gaplar aytdi va qattiq qidiruvga berildi. Shuningdek, Koreyada ishlar o'xshamay qoldi, bekor qoldi. 3 oy aytishlaricha internet va o'zlari aytishicha 3 oy bekor qolgan, ko'chalarda yotgan, qanaqadir joylarda ishi hech qanaqa narsa qilmagan. Shuningdek, bu hojiga bordi. Hojiga borib, masalan, qaysidir ma'noda albatta Xudoning uyiga har bitta inson gunohini yuvish uchun va shunda boy odamlar bor, qanaqadir ma'noda o'sha hojiga borishlikka oyog'i yetmaydi yoki qaysidir ma'noda vujud, vijdoni yo'l qo'ymaydi borishga. Yo gunohi og'irligidan yoki Alloh taolo shu narsaga yo'l bermasligidandir. Lekin bu bola bordi. Gunohlari kechirilish uchunmi yoki xalqqa shunday oq kiyimda kiysam, Xudoning uyiga borsam meni hammasi kechirishadi degan ma'nodami? Buni o'zi biladi, Alloh biladi. Shuningdek, Sardorning yoniga bordi. Sardor aytishi bo'yicha men hamma narsasini qilib berdim. Meni oldimda mehmon, men bilan yashaydi, hamma narsasini qilib berdim. Hech qanaqa vaqt o'tmasdan turib Sardor videorolik chiqaryapti. Men buni Samarqandga yuboryapman. O'zining xohishi bilan, men hech qanaqa majburlaganim yo'q. O'zi ketaman deyapti, o'zini aytgan gapiga, o'zini gunohiga o'zim javob beraman degan. Lekin xalqning niyati Sardor ikkalasi qidiruvda bo'lgani uchun Sardor buni podstava qildi, Sardor buni yubordi. Va shuningdek yubordi. Bu qori, ya'ni Abdulloh Qori, ya'ni Valeriya taxallusi bilan o'sha borganda O'zbekistonga bemalol kirib yashab ketishib, hech kim qidirilmadi, hech kim qanaqa ichki ishlardan bunga jinoiy ishlar ochilmasa, men ham boraman degan ma'noda yubordi degan xalqda meni uyg'ondi. Shuningdek, hozirgi paytda mana shu videoroliklar tarqaldi, sizlarga qo'yib beraman. Jinoiy ishlar ochilgan bunga va hozirgi paytda shu jinoiy ishlarning xonasida hech qayerga ketgani yo'q, ushlanib turibdi va shuningdek necha yil berilishi, necha yil kesilishi, necha yilga ketishini esa shu kunlarda aniq bo'ladi. Bizni videoroliklarda aziz tomoshabinlar uzoqlashmanglar degan umiddaman. Siz albatta shu haqida va boshqa narsalar haqida videoroliklarga qiziqishingiz bo'lsa, albatta nima haqida videoroliklar chiqarishimiz sizga qiziq bo'lsa, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Biz albatta buni o'qiymiz va sizlarga yoqadigan videoroliklar chiqarib boramiz. Xato kamchiliklar bo'lsa, albatta uzr so'rab qolaman. Bo'lmasa keyingi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon.